Salom do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Instagramdagi videoroliklar tomosha qilamiz hamda reaksiya qilamiz. Video ustiga like bosib, kanalga obuna bo'ling. O'yin tugadi. Mayli, bugun mana g'alaba mana Mamodov tarafda bo'ldi, mana. Tabriklaymiz. Real formasi qancha ekan? 99 ming so'm. Mana 100 ming so'm. 1000 so'm izdasiz qavatda qurib beraymi yoki zavachkami? Farqi yo'q, beravering. Xolasi izdasiga Barsaning formasi bor. Yo'q. Bilmadim, lekin bu statistika Barselona muxlislariga to'g'ri pulni tili yo'q, lekin gapiradi joyida. Sen ham gapirish uchun Ko'chada hamma parasi bilan yuribdi deb ularga qiziqma. Sen kurtkang kiyib yurav. Moliyaviy holatingizni bitta so'z bilan ifodalang. Barselona. Hech qachon yarim tunda qattiq baqira ko'rmang. Dadangiz turib qolsa yomon itaradi. Bu dunyo uchun nerealni chiroyliman, bilar. Rafina qora bolani ko'rdi. mashina real olsa bo'lardi-yu. Shuncha pul harom. والعود دندن لي والطبل طبطبني طبطب Real Madrid 5-3. Chempion! Barsa ham komandam Nomer 1 5-3. Yutdik. Billat. Sinfdoshimni yaxshi ko'rib qolganman. Uni o'ylash bas qil. Azizbek, sizni 14-yanvar Yigitni kovlab bu bilan yurgan ekan, bunga berma qizingni dedi. Bo'pti, yurgan bo'lsa yigit boshiga yuribdi, qo'yaver. Yurmagan yigit ertaga uylangandan keyin boshqa blandinka bilan yurib ketadigan bo'lsa, keyin qiyin. Hatta turuh bitlu'ir Agar nimaga loyiq ekanligingni bilsang, Viska Barsa. gulsam qora shunam bir ko'rilmaydi. ayrıldık yıllar seni sevdim ayrıldık. Hiç o'ylab ko'rganmisiz? Siz haqingizda kitob yozishsa, nomi qanday nomlangan bo'lardi? Kitob nomining birinchi so'zi ismingizni bosh harfi, ikkinchi so'zi familiyangizni bosh harfi, uchinchisi esa tug'ilgan sanangiz. Sizni hayot kitobingiz qanday nomlandi? Kommentariyada qoldiring. Sen bilan meni mensimaganlar ko'r bo'ladi, bildingmi? Ko'r bo'ladi. Hali ko'rasan.
В этом фальшивом Shunaqangi uski 3 talik klub bo'ladi, bilasizlarmi? Ular yoshlikdan o'sgan do'st bo'ladi. Hatto uydilari ham bir-birini ularchalik yaxshi bilishmaydi. Birinchi sevgisidan tortib uydi muammolarini biladigan haqiqiy dardkash og'ayni ular. Do'stlarning klubiga qancha Bittasini tanlang. Ertalabki badan tarbiya yoki ertalabki sayr. Ertalabki uyqu. Bo'lmadi, girechka qilib qo'ydingmi? Bu El Klasikoda bir tapchika ham yuta olmayapmiz a. Ana ma. Nomsizlar o'ldirib yubordi, bo'lmadi. Hech. Nomini eslab qol, Mbappe, Raya suvlari. O'zim Voy, qo'limga aniq qilmaydi. Yo'q, aniq qilmaydi. Anini ovarasan chiroq. Hop. Surang. Mana bugun El Clasico, Real Barsa, bugun Barsa yutadi, xudo xolasa. Boychandi. Barsa. Realdachi. Realdachi haqiqiy Real bolalar o'ynaydi. O'shaning uchun bugun Real yutadi. Barsada Barselona bos. Ha, otam. Nima bo'lyapti? Bormi orib? Bilsalaring bilasizlar. El Clasico'ni ko'rdim yarim tun bo'lishiga qaramasdan va uyqudan kechib ko'rishga arzigulik o'yin bo'ldi. Hamma narsa bo'ldi o'yinda. Qizil kartochka ham juda ham asabiy hissiyotlarga va gollarga boy o'yin bo'ldi. Ayniqsa Voy qaranglar. Kamanni almashtiradigan payt keldimi deyman. Voy, olam. Oy, blogerlar ham bizani kommentga yozarmikin? Yozmasin. Kibir aka. Buni darddir, na musibat, na balo. Это моя любовь. Bu yomg'irlar, bu yomg'ir emas bu. Bu realchilarning ko'z yoshlari. Ko'z yoshlari ichida meni ko'z yoshim ham bor. Bitta kabeshchi ko'z yoshi bor deganlari. Omonxon, bittasini Endi qizlar bilan gaplashmagan yigitlarga 10 milliongacha pul to'lanishi kutilmoqda. Videoni qizlar bilan gaplashmaydigan do'stingizga yuboring. 10 millionli bo'lib qoldim-da. senmi? Sen gaplashib yuribsan-ku? Men qizlar bilan gaplashmayman. Осень наступила, но ваш Tursober, bilasan, qizim turadi. Yibsan shu tarafim bilan, ha? Cho'plik. Сколько? Da 319 mingga tursa olsam, ko'kim yig'layveradi. 17 Pro Max. Kiye kabesh, kentilib rasmiy sovg'a qilmoq. Nur hozir tashiyman. Yo, hali tasholmaysan. Voy, men tushunmayapsan. Topaman hozir. Yaponiya. Sakrab tushiraman. To'ying kuni nimalar bo'ladi? Zo'r ko'rsatuvda shu. Dada, shu yerda telefonimni ko'rmadingizmi? Telefonimmi mana? Davron usta degan kimdir telefon qildi. Oldingizmi? Ha, olsam qiz bolani ovozi. Kimsiz desam, Abdullajon akani yaxshi ko'rgan qiziman deydi. Keyin men ham prank qilyapti shekilli deb o'ylab, o'g'lim bolasini bog'chadan olgani ketdi dedim. Lekin qoyil, qizlarning ovozini zo'r o'xshatar ekan. Keyin birdaniga so'kib qolsa bo'ladimi? Ayt, boshqa unaqa hazil qilmasin. O'g'lim, nimaga rangi oqarib ketdi? O'g'lim.
Bugungi videorolikimiz shundan iborat edi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoroliklargacha ko'rishguncha.